Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib muhokama qilaman. 25 avgustdan boshlab kimning to'lovi oshadi? Kim ko'proq oladi? Har biriga 1 million 200 ming so'mdan qo'shiladim degan gap qanchalik to'g'ri? Va eng asosiysi, siz yoki oilangiz bu o'zgarishdan chetda qolmaslik uchun nima qilishingiz kerak? Bu ma'lumot pensionerlar, nafaqa oluvchilar, kam ta'minlangan oilalar, bolali oilalar, nogironligi bor fuqarolar, budjet tashkilotlarida ishlaydiganlar va ularning yaqinlariga bevosita taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday yangiliklarda bitta noto'g'ri tushuncha odamni pulidan, imtiyozdan yoki vaqtida arz berish imkoniyatidan mahrum qilishi mumkin. Men ko'p kuzataman. Rasmiy qaror yoki farmon chiqqandan keyin odamlar orasida turli gaplar tarqaladi. Kimdir hammaning hisobiga 1 million 200 ming so'm tushar ekan deydi. Yana kimdir faqat pensionerlarga ekan deydi. Boshqalar esa 25 avgustdan keyin ariza bersang, eski oylar uchun ham qaytarib berishar ekan deb o'ylaydi. Mana shu joyda eng katta xatolik boshlanadi. Chunki davlat tomonidan beriladigan to'lovlar bir xil emas. Pensiya boshqa, nafaqa boshqa, kompensatsiya boshqa, oylik ish haqi boshqa, moddiy yordam esa yana boshqa tartibda belgilanadi. Avval qanday edi? Avval ko'pchilik to'lovlar mavjud miqdorlar, mehnat staji, ish haqi bazasi, nogironlik guruhi, farzandlar soni, oilaning daromadi va ijtimoiy mezonlarga qarab hisoblanardi. Masalan, bir pensioner 1 million ming so'm olgan bo'lsa, boshqa pensioner 2 million 400 ming so'm olishi mumkin edi. Sababi birining ish staji ko'p, rasmiy ish haqi yuqori bo'lgan, ikkinchisida esa staj kam yoki ish haqi past bo'lgan. Nafaqalarda ham shunday. Hamma bir xil summa olmaydi, chunki to'lov turi. Oilaviy holat va hujjatlar farq qiladi. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, 25 avgust sanasi bilan bog'liq yangiliklar aholining ayrim qatlamlari uchun to'lovlarni qayta hisoblash, qo'shimcha ustama, indeksatsiya yoki yangi tartib asosida ko'rib chiqish masalasini ko'taradi. Lekin men buni aniq aytaman. Har bir odamga avtomatik 1 million 200 ming so'm qo'shiladi degan xulosa ko'p hollarda noto'g'ri bo'lishi mumkin. 1 million 200 ming so'm degan raqam ayrim toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha to'lov, bir martalik yordam, farq summasi yoki maksimal o'sish sifatida ko'rilishi mumkin. Bu pulni kim oladi? Qancha oladi va qaysi kundan boshlab oladi? Hammasi hujjat, maqom va to'lov turiga bog'liq. Men birinchi navbatda sizga eng muhim tamoyilni tushuntiraman. Davlat to'lovi eshitdim. Menga ham berilishi kerak degan asosda berilmaydi. Har bir to'lovning huquqiy asosi bor. Ya'ni siz qaysi toifaga kirasiz, qaysi hujjat bilan tasdiqlaysiz, daromadingiz qancha, oilangiz tarkibi qanday? Bank hisobingiz yoki karta ma'lumotlaringiz to'g'rimi, ariza talab qilinadimi yoki avtomatik hisoblanadimi? Mana shular hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, birinchi holatni olaylik. Otaxon 38 yoshda pensiya oladi. Uning pensiyasi 27 ming so'm. 25 avgustdan keyin pensiyalar qayta hisoblanadigan bo'lsa, u menga ham 200 ming qo'shiladi deb kutishi mumkin. Lekin amalda uning pensiyasiga foizli indeksatsiya qo'llansa, qo'shimcha 1 million 200 ming emas, masalan 1 ming yoki 2 ming so'm bo'lishi mumkin. Agar alohida ustama uchun u urush qatnashchisi yolg'iz pensioner nogironlik maqomiga ega yoki qo'shimcha imtiyozli toifaga kirsa, unda summa boshqacha bo'ladi. Demak, birinchi savol, siz oddiy pensiya oluvchimisiz yoki imtiyozli toifaga kirasizmi? Ikkinchi holat, ona 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i vaqtincha ishlamaydi. Oila kam ta'minlangan sifatida ro'yxatga olingan. Bu oilaga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlangan bo'lishi mumkin. Agar yangi tartibda nafaqa miqdori oshirilsa yoki daromad mezoni qayta ko'rib chiqilsa, bu oila ko'proq olish ehtimoliga ega. Lekin bu yerda ham har bir farzandga 1 million 200 ming so'm deb tushunish shart emas. Ba'zan umumiy oila uchun to'lov oshadi, ba'zan bola soniga qarab differensial hisoblanadi. Ba'zan esa faqat yangi ariza topshirganlar yoki mezonga mos kelganlar oladi. Uchinchi holat, nogironligi bo'lgan fuqaro bor. U nogironlik nafaqasi oladi. Agar nogironlik guruhi birinchi guruh bo'lsa, parvarishga muhtojlik bor bo'lsa yoki boshqa qo'shimcha imtiyozlar mavjud bo'lsa, to'lov miqdori oddiy nafaqadan ko'proq bo'lishi mumkin. Mana shu toifadagi odamlar kim eng ko'p oladi degan savolda alohida e'tibor markazida turadi.
Chunki eng yuqori o'sha odatda oddiy to'lov oluvchiga emas. Balki bir nechta asos bo'yicha huquqi bor shaxsga to'g'ri keladi. Masalan, odam pensiya ham olishi, nogironlik ustamasiga ham ega bo'lishi, kommunal kompensatsiya yoki parvarish bo'yicha qo'shimcha yordamga ham da'vogar bo'lishi mumkin. 4-holat, budjet tashkilotida ishlaydigan xodim, masalan, o'qituvchi, hamshira, bog'cha tarbiyachisi, madaniyat xodimi yoki davlat muassasasi ishchisi. Agar 25 avgustdan boshlab ish haqi, ustama yoki tarif stavkalari o'zgarsa, bu odamning qo'liga tegadigan pul ham o'zgaradi. Lekin bu yerda ham hamma bir xil olmaydi. Chunki lavozim stavka, ish yuki, toifa, malaka, ustama, tungi ish, qo'shimcha dars, hududiy koeffitsient va boshqa omillar bor. Bir o'qituvchi 0,75 stavkada ishlasa, ikkinchisi 1,5 stavkada ishlaydi. Biri oliy toifali, boshqasi hali toifa olmagan. Shuning uchun bitta qaror ikkala odamga ikki xil ta'sir qiladi. Menimcha eng avvalo hujjatlari to'liq bo'lmaganlar xavotir olish kerak, chunki pul ajratilgan bo'lsa ham. Tizim sizni to'g'ri aniqlamasa, to'lov kechikadi yoki umuman tayinlanmaydi. Masalan, yashash manzili boshqa joyda, amalda boshqa joyda yashaysiz. Oilaviy holat o'zgargan, lekin hujjatda yangilanmagan. Farzand tug'ilgan, lekin nafaqa arizasiga kiritilmagan. Nogironlik guruhi muddati tugagan, lekin qayta ko'rikdan o'tmagansiz. Bank kartangiz yopilgan yoki boshqa bankka o'tgansiz. Bularning har biri pul tushishiga ta'sir qiladi. Ikkinchi navbatda ariza topshirishi kerak bo'lgan, lekin o'zi avtomatik tushadi deb kutayotganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Ayrim to'lovlar haqiqatan ham avtomatik qayta hisoblanadi. Masalan, pensiya indeksatsiyasi ko'p hollarda pensionerning alohida arizasiz amalga oshiriladi. Lekin moddiy yordam, bola nafaqasi, uy-joy kompensatsiyasi, ayrim imtiyozlar yoki qo'shimcha ustamalar uchun ariza talab qilinishi mumkin. Agar siz ariza bermasangiz, tizim sizni ehtiyojmand deb tanimasligi mumkin. 3-guruh norasmiy ishlaydiganlar. Oila daromadi hisoblanganda rasmiy ma'lumotlar, soliq bazasi, bandlik holati, mol-mulk, avtomobil, bank aylanmalari kabi omillar ko'rilishi mumkin. Agar sizning daromadingiz rasmiy ko'rinmasa, bu ba'zan yordam olishga yo'l ochadi. Ba'zan esa tekshiruvda savol tug'diradi. Masalan, oilaning nomida qimmat avtomobil bo'lsa, lekin arizada daromad yo'q deyilsa, rad javobi kelishi mumkin. Yoki aksincha, odam haqiqatda qiynalayotgan bo'ladi. Lekin eski ma'lumotlar tufayli tizim uni yetarli daromadli deb ko'rsatadi. Shuning uchun ma'lumotlarni tekshirdirish juda muhim. Endi eng ko'p kutilayotgan savolga kelamiz. Kim eng ko'p oladi? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Eng ko'p pul odatda 3 holatda chiqadi. Birinchisi, to'lov bazasi katta bo'lgan odamda. Masalan, pensiya yuqori bo'lsa va oshirish foizda bo'lsa, qo'shimcha ham ko'proq bo'ladi. 20 million so'mga 10% qo'shilsa, 1 million so'm, 4 million so'mga 10% qo'shilsa, 4 million so'm bo'ladi. Demak, foizli oshirishda boshlang'ich summa katta bo'lgan odam ko'proq yutadi. Ikkinchisi, bir nechta imtiyozga ega bo'lgan odamda. Masalan, keksa pensioner yolg'iz yashaydi, nogironlik maqomi bor, parvarishga muhtoj, ijtimoiy reyestrda turadi. Bunday odamga bir to'lov emas, bir nechta turdagi yordam tegishi mumkin. Shunda umumiy o'sish 1,2 million so'mga yaqinlashishi yoki ayrim hollarda undan ham ko'proq ko'rinishi mumkin. Lekin bu hammaniki shunday degani emas. Bu aniq maqomlar yig'indisi bo'lganda yuz beradi. Uchinchisi, oilada farzandlar soni ko'p va oila ijtimoiy mezonlarga mos bo'lsa. Masalan, 3 yoki 4 farzandli oila, daromadi past, ota yoki ona ishlamaydi. Ijara uyda turadi. Maktab yoshidagi bolalar bor. Bunday oilada bolalar nafaqasi, moddiy yordam, maktabga tayyorgarlik, hududiy yordam yoki boshqa qo'shimcha ko'maklar birga kelishi mumkin. Odamlar ko'pincha buni 25 avgustdan hammasiga pul qo'shildi deb tushunadi. Aslida esa turli dasturlar bir vaqtga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Keling, aniq raqamlar bilan ko'ramiz. Birinchi misol, onaxon 72 yoshda. Pensiyasi 1,600,000 so'm. Agar uning pensiyasi 2% ga oshirilsa, qo'shimcha 1,2 so'm bo'ladi. U 1,200,000 so'm berishadi deb kutsa, hafsalasi pir bo'ladi. Lekin agar u yolg'iz yashovchi, parvarishga muhtoj va tegishli ro'yxatda turgan bo'lsa, unga pensiya oshishidan tashqari alohida yordam ham chiqishi mumkin. Shunda umumiy tushum bir oyda ancha kattaroq ko'rinadi. Ikkinchi misol. Erkak kishi budjet tashkilotida qorovul bo'lib ishlaydi. Oyligi 2,300,000 so'm.
tarif yoki minimal ish haqi oshsa, uning maoshi 2600 ming so'mga chiqishi mumkin. Bu 300 ming so'm farq beradi. Lekin qo'shimcha smenalar. Tungi ish va bayram kunlari uchun haq to'lanadigan bo'lsa, ayrim oyda farq 500 ming yoki 700 ming so'mga chiqishi mumkin. Shu sababli odamlar bitta oyda ko'proq pul olganda buni doimiy 1 million 200 ming so'm qo'shimcha deb o'ylab qolishadi. Aslida bu bir oylik hisob-kitob, qayta hisoblangan farq yoki qo'shimcha ish haqi bo'lishi mumkin. 3-misol. 3 farzandli oila bolalar nafaqasiga ariza beradi. Oila daromadi mezonga mos farzandlar hujjati to'liq, mahalla va ijtimoiy himoya organlaridagi ma'lumotlar to'g'ri. Agar to'lov tayinlansa, oila bir necha 100 ming so'mdan 1 million so'mdan ortiq summagacha olishi mumkin. Bu bola soni va amaldagi tartibga bog'liq. Lekin agar otaning nomida qimmat avtomobil bo'lsa yoki bank aylanmalarida katta pul ko'rinsa, ariza rad etilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan yondashuv ishlamaydi. Har bir oilaning holati alohida ko'riladi. 4-misol, nogironligi bo'lgan fuqaroning hujjati muddati tugash arafasida. U 25 avgustdan keyin to'lov oshadi deb kutmoqda. Ammo tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Demak, eng muhim masala faqat qarorni kutish emas, balki maqomni tasdiqlovchi hujjatni o'z vaqtida yangilashdir. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat. 25 avgustdan boshlab degani har doim ham 25 avgust kuni kartangizga pul tushadi degani emas. Bu sana tartib kuchga kiradigan sana bo'lishi mumkin. Hisob-kitob esa keyingi to'lov kunida, oy oxirida yoki keyingi oyda amalga oshiriladi. Masalan, qaror 25 avgustdan kuchga kiradi. Lekin buxgalteriya sentabr oyligida farqni qo'shib beradi. Pensioner esa sentabr pensiyasida avgustning bir necha kun uchun farqni alohida ko'rishi mumkin. Shuning uchun sana bilan to'lov kuni bir xil narsa emas. Ikkinchi nozik jihat. Barcha to'lovlar qo'lga tegadigan summa sifatida bir xil ko'rinmaydi. Ish haqi oshsa, undan soliq, majburiy ushlanmalar, aliment, kredit, ijro hujjati yoki boshqa ushlanmalar bo'lishi mumkin. Pensiya va nafaqada esa tartib boshqacha. Shuning uchun odam qarorda 1200 ming deyilgan, lekin menga kam tushdi desa, avvalo bu brutto summami yoki netto summami, bir martalik to'lovmi yoki oylik ustamami, shuni ajratish kerak. 3-nozik jihat. Ariza kech berilsa, pul ham kech tayinlanadi. Ayrim yordamlar ariza berilgan oydan boshlab hisoblanadi. Ayrimlarda esa oldingi davr uchun qayta hisoblash bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz sentabrda ariza berishingiz kerak edi, lekin noyabrda bordingiz. Shunda avgustdan boshlab berilishi kerak edi deb talab qilsangiz ham qonuniy asos bo'lmasa, to'lov faqat ariza sanasidan yoki tasdiqlangan kundan boshlanadi. 4-nozik jihat. Oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilsa, keyin ortiqcha to'langan pul qaytarib olinishi mumkin. Bu juda jiddiy masala. Masalan, arizada bir odam oiladan chiqarib ko'rsatilgan, lekin amalda birga yashaydi va daromadi bor. Yoki farzand boshqa joyda ro'yxatda, lekin arizaga kiritilgan. Agar tekshiruvda noto'g'ri ma'lumot aniqlansa, nafaqat to'lov to'xtashi, balki ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 5-nozik jihat. Ijtimoiy tarmoqlardagi skrinshotlarga ishonib qaror qilmang. Kimningdir kartasiga 1 ming so'm tushgan bo'lsa, bu sizga ham aynan shuncha tushadi degani emas. U odamning oldingi oylar uchun farqi bir martalik moddiy yordami, bolalar nafaqasi, ish haqi qarzdorligi yoki boshqa to'lov bo'lishi mumkin. Pul manbasini bilmasdan xulosa qilish xavfli. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz pensionermisiz, nafaqa oluvchimisiz? Bolali oilamisiz? Nogironlik maqomingiz bormi? Budjet xodimimisiz? Ishsiz sifatida ro'yxatda turasizmi? Ijtimoiy reyestrga kiritilganmisiz? Bitta odam bir nechta toifaga kirishi mumkin. Lekin har bir toifa uchun alohida hujjat va alohida tartib bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, yashash manzili, nikoh yoki ajrim hujjati, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, bank karta rekvizitlari, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik yoki bandlik holati bo'yicha hujjatlarni tartibga keltiring. Agar oilangizda talaba, harbiy xizmatdagi farzand, chet elda ishlayotgan a'zo yoki alohida parvarishga muhtoj shaxs bo'lsa, buni ham hujjat bilan
tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam mahallaga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qiling. Qayerga borish to'lov turiga bog'liq. Pensiya masalasi bo'lsa, pensiya jamg'armasi. Bolar nafaqasi yoki moddiy yordam bo'lsa, ijtimoiy himoya va mahalla tizimi. Ish haqi bo'lsa, ish joyingizdagi buxgalteriya va kadrlar bo'limi. Nogironlik maqomi bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va tegishli ijtimoiy himoya organlari. 4-qadam murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Menga 25 avgustdan keyingi to'lovlar bo'yicha qayta hisob-kitob qilishni so'rayman. Oilaviy holatim va daromadimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Menga tegishli ustama yoki kompensatsiya mavjudligini tekshirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki kvitansiyani oling. Bu keyin juda kerak bo'ladi. 5-qadam karta va hisob raqamingizni tekshiring. Juda ko'p holatda pul tayinlandi, lekin karta muddati tugagan. Hisob bloklangan, familiya o'zgargan, bank ma'lumotlari eski bo'lganligi uchun to'lov qaytadi yoki kechikadi. Ayniqsa pensionerlar va nafaqa oluvchilar yaqinlar orqali karta ochgan bo'lsa, bankdagi ma'lumotlar egasi bilan to'lov oluvchi bir xil ekanini tekshirsin. 6-qadam rad javobi kelsa, darhol sababini so'rang. Rad etildi degan xabar yetarli emas. Nima sababdan rad etildi? Daromad oshib ketganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Oilaviy tarkib noto'g'rimi? Mol-mulk bo'yicha cheklov bormi? Ariza noto'g'ri to'ldirilganmi? Sababini bilsangiz, tuzatish imkoniyati bo'ladi. Masalan, hujjat yetishmasa olib borasiz. Ma'lumot bazada xato bo'lsa, tuzattirasiz. Daromad mezoni bo'yicha mos kelmasa, unda boshqa imtiyozlar bor yo'qligini so'raysiz. 7-qadam har bir to'lovni alohida tekshiring. Bir odam pensiya oladi. Lekin kommunal kompensatsiyaga ham haqli bo'lishi mumkin. Bir oila bolalar nafaqasiga mos kelmasligi mumkin. Lekin nogironligi bor farzand uchun boshqa yordam olishi mumkin. Budjet xodimi oyligi oshganini ko'radi. Lekin unga malaka toifasi, ustama yoki qo'shimcha ish haqi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun menga hech narsa chiqmas ekan deb birinchi javobdan keyin to'xtamang. Lekin har doim qonuniy asos bilan harakat qiling. Men alohida ogohlantiraman, pul chiqarib beraman, ro'yxatga kiritib qo'yaman. 1200 so'mni kafolatlayman degan odamlarga ishonmang. Davlat to'lovi tanish bilish orqali emas, hujjat va mezon orqali berilishi kerak. Agar kimdir sizdan pul so'rab, tezlashtirib beraman desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hujjatlaringizning nusxasini ham har kimga bermang. Pasport, karta raqami, SMS kod, bank ilovasi, paroli begona odamga berilmaydi. Yana bir muhim masala, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan eski qarorlar, boshqa davlatga oid xabarlar yoki noto'g'ri tarjimalar bilan chalg'imang. Har bir yangilikni rasmiy manbadan tekshirish kerak. Rasmiy davlat saytlarida, vazirlik va idoralarning e'lonlarida pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, bandlik organlari yoki soliq tizimining ma'lumotlarida aniq tartib beriladi. Agar rasmiy manbada sizning toifangiz ko'rsatilmagan bo'lsa, shunchaki internetdagi sarlavhaga qarab umid bog'lash to'g'ri emas. Men yana shuni aytaman. Eng katta xato odamlar pul tushishini kutib, hujjatni tekshirmasligida. Vaqt o'tadi, keyin nega menga chiqmadi degan savol tug'iladi. Javob oddiy bo'lishi mumkin. Ariza berilmagan, hisob raqami eski, maqom tasdiqlanmagan. Daromad ma'lumotida xato bor yoki oila tarkibi yangilanmagan. Bularning hammasi oldindan tekshirilsa, ko'p muammo oldi olinadi. Demak, 25 avgustdan boshlab to'lovlar bo'yicha yangilik bo'lsa, uni hammaga 1.200.000 so'mdan beriladi deb tushunish shoshqaloqlik bo'ladi. Kim qancha olish to'lov turi, maqom hujjat, daromad, oila tarkibi va amaldagi tartibga bog'liq. Eng ko'p oladiganlar odatda bir nechta asos bo'yicha huquqi borlar. Ko'p farzandli va mezonga mos oilalar, ayrim imtiyozli pensionerlar. Nogironligi bor fuqarolar yoki qayta hisob-kitobdan katta farq chiqadigan xodimlar bo'lishi mumkin. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Kerak bo'lsa mahallaga, pensiya jamg'armasiga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki ish joyingiz buxgalteriyasiga murojaat qiling. Arizani yozma topshiring, ro'yxat raqamini oling, rad javobi bo'lsa sababini so'rang. Shunda siz eshitgan gapga emas. Aniq huquqingizga tayanib harakat qilasiz. Sizningcha bunday to'lovlar eng avvalo kimlarga berilishi kerak?
pensionerlargami, bolali oilalargami, nogironligi bor fuqarolargami yoki kam maosh oladigan xodimlargami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ularning ham puli va huquqiga ta'sir qilishi mumkin.